Assalomu alaykum hammaga. Qushlar uchun temir qafasimiz tayyor bo'ldi. Obzorni e'tiborlarga havola qilamiz. Qafasimiz mana ko'rinishlari cho'qqi rangda, razmerlari balandligi 180, uzunligi yon tomoni esa 1 metrdan kvadrat bo'lgan, ya'ni ichiga daraxtlarni qo'yganmiz. Mana chiroyli manzara berib turish uchun juda ham udobniy qushlar uchun. 3 ta uyalari bor, katta holatda va oldiga mana suvdon bergani o'rtachasini oldi tomonga joylaganmiz. Juda ham chiroyli qilib, yonlariga esa nerjvinkalarni berganmiz. Zanglamaydi. Yana ham chiroyli qilib ko'rsatib turadi qafasimizni. Eshiklarni esa orqa tomoniga qo'yganmiz. Mana eshiklari ham bir tekis holatda, bitta baho berib qo'yasizlar. Keng holatda bo'lgan va ichiga odam kirsa ham ko'taradi qafasimiz. Taglari paddon. Cherpissalari ham shokolad cho'qqi rangga ajratilgan. Kimga yoqqan bo'lsa pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Biz kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar.